Bugun men juda muhim ogohlantirishni tushuntirib beraman. 10 oktyabrdan boshlab ayrim pensionerlarning pensiyasi yangi ma'lumotnomasi vaqtincha bloklanishi yoki to'lov kechikishi mumkin degan xabarlar ko'pchilikni xavotirga solyapti. Bu masala har bir pensionerga, nogironlik pensiyasi oluvchilarga, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalarga, shuningdek ota-onasining pensiyasini olib beradigan farzandlarga bevosita tegishli. Men bugun sizga vahima qilmasdan, lekin beparvo ham bo'lmasdan nima qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Chunki bunday holatda eng katta xato odamning meni bu masala chetlab o'tadi deb o'ylashi yoki aksincha. Tekshirmasdan turib firibgarlarga hujjat va karta ma'lumotlarini berib yuborishidir. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu kabi pensiya, nafaqa, subsidiya va hujjat masalalarini oddiy odam tushunadigan qilib izohlab boraman. Avval qanday edi? Avval ko'p holatlarda pensioner pensiyasini doimiy tartibda olardi. Kimdir bank kartasiga, kimdir pochta orqali, kimdir vakil orqali. Agar insonning hujjatlarida katta o'zgarish bo'lmasa, masalan yashash joyi, pasport ma'lumotlari, nogironlik muddati, ishlayotgan yoki ishlamayotgani, xorijga chiqib ketgani, vafot etgani yoki boshqa ijtimoiy maqomida o'zgarish bo'lmasa, pensiya odatda avtomatik tarzda davom etardi. Lekin hozir tizimlar ko'proq elektron tekshiruvga o'tyapti. Davlat idoralari bir-biri bilan ma'lumot almashadi. FHDYO. Migratsiya, bandlik, soliq, bank, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, mahalla pensiya jamg'armasi kabi tuzilmalar ma'lumotlarini solishtiradi. Maqsad bitta. Pensiya haqiqatan ham tirik, hujjati to'g'ri, huquqi saqlanib qolgan. Shartlari buzilmagan odamga to'lanishi kerak. Mana shu yerda yangi ma'lumotnoma masalasi paydo bo'ladi. Ba'zi pensionerlardan qo'shimcha tasdiqlovchi hujjat talab qilinishi mumkin. Bu hamma uchun bir xil degani emas. Lekin ayrim toifalar bor. Ular hujjatini yangilamasa yoki tizimda ma'lumoti mos kelmasa, pensiya to'lovi vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Men bu yerda juda aniq aytaman. Har qanday xabarni rasmiy manba orqali tekshirish kerak. Telefoningizga kelgan noma'lum SMS, Telegramdagi tez yuboring, bo'lmasa pensiyangiz bloklanadi degan xabar yoki kimdir qo'ng'iroq qilib kartangiz raqamini aytib pensiyani ochib beramiz desa, bu juda xavfli. Pensiya masalasida bank kartaning to'liq raqami, SMS kod, PIN kod, pasport rasmi va plastik karta suratini begona odamlarga berish mumkin emas. O'zgarishning asosiy sababi ma'lumotlarni yangilash va noto'g'ri to'lovlarning oldini olishdir. Masalan, ayrim hollarda odam vafot etgan bo'lishi mumkin, lekin qarindoshi kartadan pul yetishda davom etadi. Yoki pensioner uzoq muddat xorijda yashayotgan bo'lishi mumkin, lekin yashash holati va huquqi qayta tekshirilmagan bo'ladi. Yoki nogironlik muddati tugagan, lekin yangi tibbiy xulosa taqdim etilmagan bo'lishi mumkin. Yoki talaba bo'lgan, farzand o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan, lekin o'qishni tashlab ketgan bo'lishi mumkin. Oddiy odam buni nega meni ovora qilishadi deb qabul qilishi mumkin. Lekin tizim tomonidan qaraganda har oy milliardlab so'm mablag' ajratiladi. Agar bitta odamga asossiz to'lov ketsa, bu boshqa haqiqiy muhtoj odamning mablag'i kechikishiga, budjet tartibining buzilishiga olib keladi. Shu sababli ayrim to'lovlar uchun davriy tasdiq talab qilinadi. Lekin bu yerda muhim farq bor. Pensiya butunlay bekor qilindi degani boshqa, hujjat tekshiruvgacha vaqtincha to'xtadi degani boshqa. Ko'p odamlar mana shu ikki tushunchani aralashtirib yuboradi. Agar sabab faqat ma'lumotnoma yoki tasdiqlovchi hujjat bo'lsa, odatda hujjat topshirilgandan keyin to'lov qayta tiklanishi mumkin. Ba'zi holatlarda kechikkan oylar uchun ham hisob-kitob qilinadi. Ammo buning tartibi sababga, muddatga va hujjat turiga bog'liq. Birinchi navbatda nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oladiganlar e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki nogironlik darajasi muddatsiz belgilangan bo'lsa bir holat, muddatli belgilangan bo'lsa boshqa holat. Masalan, Igor nogironligi 1 yilga belgilangan bo'lsa, muddat tugaganda yangi tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi kerak bo'lishi mumkin. Agar odam men o'tgan yili topshirganman-ku deb yuraversa, tizimda muddat tugagan ko'rinadi va to'lov to'xtashi ehtimoli paydo bo'ladi. Ikkinchi toifa o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladiganlar. Ayniqsa 18 yoshdan oshgan, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan farzandlar. Masalan, bir yigit otasidan ayrilgan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olyapti. U 19 yoshda va kollej yoki universitetda kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lsa, o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin.
Agar u o'qishni shoshlagan bo'lsa yoki sirtqi bo'limga o'tgan bo'lsa, huquq o'zgaradi. Agar u haqiqatan ham o'qiyotgan bo'lsa, lekin ma'lumotnomani vaqtida bermasa, to'lov kechikishi mumkin. 3-toifa. Xorijga chiqib ketgan yoki uzoq muddat boshqa hududda yashayotgan pensionerlar. Masalan, ona Rossiyada farzandinikida 6 oy yashab keldi. Pensiyasi O'zbekistondagi kartaga tushyapti. Ba'zi hollarda yashash holati, tiriklikni tasdiqlash, vakolatnoma yoki bank identifikatsiyasi bilan bog'liq savollar paydo bo'lishi mumkin. Ayniqsa pensionerning o'zi kela olmasa, uning nomidan pul olayotgan vakilning hujjatlari to'g'ri bo'lishi kerak. 4-toifa. Pensiyasini ishonchnoma orqali boshqalar olib beradiganlar. Masalan, otaxon yura olmaydi. Pensiyasini o'g'li olib beradi. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, bank yoki pochta pul bermasligi mumkin. Bu pensiya bekor bo'ldi degani emas, lekin to'lovni olish mexanizmi to'xtaydi. Shuning uchun ishonchnomaning muddati kimga berilgani, notarial tasdiqlangani va amaldagi tartibga mosligi tekshirilishi kerak. 5-toifa. Hujjatlarda nomuvofiqlik bor odamlar. Masalan, pasportda ism Gulbahor, eski pensiya hujjati Gulbahor deb yozilgan. Tug'ilgan sana bir joyda 1909 yil, boshqa joyda 1960 yil ko'rsatilgan. Oldin bu ko'z yumilgan bo'lishi mumkin, lekin elektron tizim bunday farqlarni avtomatik aniqlaydi. Natijada odamdan aniqlashtiruvchi hujjat, FHDYO ma'lumotnomasi yoki pasport ma'lumotlarini yangilash talab qilinishi mumkin. Agar siz yoshga doir oddiy pensiya olsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, kartangiz faol bo'lsa, yashash joyingiz va pasport ma'lumotlaringiz tizimda mos bo'lsa, sizda hech qanday ogohlantirish kelmagan bo'lsa, ortiqcha vahima qilish shart emas. Lekin men baribir tekshirtirib qo'yishni tavsiya qilaman. Chunki odam ko'pincha muammo borligini pensiya tushmagan kuni biladi. O'sha paytda navbat asab hujjat izlash, bankka borish, pensiya bo'limiga qatnash boshlanadi. Masalan, Olin taksi yoshli pensioner har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. U kartasini ishlatadi, pasporti yangi, hech kim orqali pul olmaydi. Nogironlik bo'yicha emas. Oddiy yoshga doir pensiya. Bunday holatda katta xavotir yo'q. Lekin agar uning pasport muddati tugagan bo'lsa yoki karta bank tomonidan bloklangan bo'lsa, pensiya tushgan bo'lsa ham pulni ishlata olmasligi mumkin. Ko'p odam buni pensiyam bloklandi deb o'ylaydi. Aslida muammo bank kartada bo'ladi. Yana bir misol, onaxon har oy pensiyani pochtadan oladi, unga pochtachi keladi. Agar u boshqa manzilga ko'chib o'tgan bo'lsa, lekin pensiya bo'limiga manzil o'zgarishini bildirmagan bo'lsa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Bu ham pensiyaning bekor bo'lishi emas, manzil va yetkazib berish tartibini yangilash masalasi. Shuning uchun men har doim aytaman. Masalaning nomi bloklandi bo'lsa ham, sabablar turlicha bo'ladi. Bitta odamda tibbiy ma'lumotnoma yetishmaydi. Boshqasida pasport ma'lumoti mos emas. Uchinchisida bank kartasi ishlamaydi. To'rtinchisida ishonchnoma muddati tugagan bo'ladi. To'g'ri yechim sababni to'g'ri aniqlashdan boshlanadi. Birinchi misol, 61 yoshli ayol nogironlik pensiyasi oladi. Uning 2 guruh nogironligi 2023 yil oktyabrgacha belgilangan. U o'zini hali ham kasal his qiladi, davolanishda yuradi, lekin tibbiy komissiyadan qayta o'tmagan. 10 oktyabrdan keyin tizimda uning nogironlik muddati tugagan ko'rinadi. Natijada to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Bu ayol nima qilishi kerak? Avvalo oilaviy poliklinikasiga murojaat qiladi. Shifokor ko'rigi va kerakli tekshiruvlardan o'tadi. Tibbiy ijtimoiy ekspertizaga yo'llanma oladi. Yangi xulosa chiqsa, pensiya bo'limi ma'lumotni ko'radi yoki hujjat talab qilsa, taqdim etiladi. Shundan keyin to'lov qayta ko'rib chiqiladi. Ikkinchi misol, 20 yoshli talaba o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U o'tgan yili universitetning kunduzgi bo'limida o'qigan. Bu yil esa akademik ta'til olgan yoki sirtqi bo'limga o'tgan. U baribir talaba hisoblanaman deb o'ylaydi. Lekin qonuniy huquq aynan qaysi ta'lim shakliga va qaysi holatga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar kunduzgi ta'limni tasdiqlovchi ma'lumotnoma talab qilinsa va u buni bera olmasa, to'lov to'xtaydi. Agar u haqiqatan ham kunduzgi bo'limda o'qishni davom ettirayotgan bo'lsa, universitet dekanatdan ma'lumotnoma olib belgilangan joyga topshirishi kerak. Uchinchi misol, 7 yoshli otaxon pensiyasini qizining kartasi orqali emas, o'z nomidagi karta orqali oladi, lekin kartani amalda qizi ishlatadi. Bank xavfsizlik tekshiruvini o'tkazadi yoki karta muddati tugaydi. Pensiya tushadi, ammo pul yechilmaydi. Qizi pensiyani bloklashdi deb o'ylaydi.
Aslida bankka borib kartani yangilash, egasining shaxsini tasdiqlash yoki yangi karta olish kerak bo'ladi. Agar otaxon bora olmasa, bankning masofaviy yoki vakil orqali xizmat tartibini so'rash kerak. 4-misol. Bir pensioner qishloqdan shaharga ko'chib o'tgan. Lekin doimiy ro'yxat, vaqtincha ro'yxat, mahalla ma'lumoti va pensiya hujjatlaridagi manzil bir-biriga mos emas. U bir necha oy pensiyani olgan. Keyin tekshiruvda nomuvofiqlik chiqqan. Bunday holatda u avval yashash joyini rasmiylashtirishi, keyin pensiya bo'limiga murojaat qilib, pensiya ishini yangi hudud bo'yicha tartibga keltirish kerak bo'ladi. 5-misol. 80 yoshli onaxonning pensiyasini o'g'li ishonchnoma bilan olib keladi. Ishonchnoma 6 oyga berilgan, lekin 7 oyda ham o'g'li bankka boradi. Bank pul bermaydi. O'g'il davlat pensiyani to'xtatibdi deydi. Aslida muammo oddiy. Ishonchnoma muddati tugagan. Yangi ishonchnoma rasmiylashtirilsa yoki onaxonning o'zi bank xizmatidan foydalanish tartibini yangilasa, masala hal bo'lishi mumkin. Eng birinchi nozik joy shuki, har bir pensionerdan bir xil hujjat so'ralmaydi. Kimdandir tibbiy xulosa, kimdandir o'qish ma'lumotnomasi, kimdandir yashash joyi bo'yicha tasdiq, kimdandir pasportdagi farqni tuzatish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun qo'shnining gapiga qarab harakat qilmang. Qo'shningizga kerak bo'lgan hujjat sizga kerak bo'lmasligi mumkin. Sizga kerak bo'lgan hujjat esa unga kerak bo'lmasligi mumkin. Ikkinchi nozik joy. Pensiya to'xtashi bilan bank kartaning bloklanishi bir narsa emas. Pensiya to'lovi pensiya jamg'armasi tomonidan bank esa pulni saqlash va yetkazish vositasi. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, karta yo'qolgan bo'lsa, SMS kod noto'g'ri kiritilib bloklangan bo'lsa, bankdagi identifikatsiya tugallanmagan bo'lsa, bu pensiya huquqi bekor bo'ldi degani emas. Avval bankdan hisobingizga pul tushgan-tushmaganini aniqlang. 3-nozik joy. Ma'lumotnoma degan so'z umumiy. Odamlar ko'pincha qaysi ma'lumotnoma ekanini bilmasdan yuguradi. Masalan, poliklinikadan ma'lumotnoma olib boradi, lekin aslida tamik xulosasi kerak bo'ladi. Yoki mahalladan ma'lumotnoma oladi. Aslida universitetdan kunduzgi ta'lim haqida ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Shuning uchun idoraga borishdan oldin aniq so'rang. Hujjatning nomi nima? Kim beradi? Qaysi muddatga amal qiladi? Asl nusxa kerakmi yoki elektron ko'rinishi yetadimi? 4-nozik joy, muddati o'tgan hujjat. Masalan, universitet ma'lumotnomasi o'tgan semestr uchun berilgan bo'lishi mumkin. Hozir yangi o'quv yili boshlangan bo'lsa, eski ma'lumotnoma yetarli bo'lmasligi mumkin. Yoki tibbiy xulosa muddati tugagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun hujjat olib borganingizda uning sanasiga albatta qarang. 5-nozik joy, vakil orqali murojaat qilish. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, farzandi yoki qarindoshi bo'lishi mumkin. Lekin u shunchaki men o'g'liman deb borib barcha ishni hal qila olmaydi. Ayrim ma'lumotlar shaxsiy ma'lumot hisoblanadi. Vakolatnoma, pensionerning pasporti, vakilning pasporti, ariza va boshqa hujjatlar talab qilinishi mumkin. Shuning uchun kasal yoki yosh katta odamlar uchun oldin vakillik masalasini tartibga solib qo'yish juda muhim. Birinchi xato. Oxirgi kungacha kutish. Pensiya tushmasa boraman deyish noto'g'ri. Pensiya tushmaganidan keyin idorada odam ko'payadi, hamma shoshadi, hujjat olishga vaqt ketadi. Agar siz xavfli toifaga kirsangiz, 10 oktyabrni kutmasdan tekshirib qo'ying. Ikkinchi xato. Telefon orqali kelgan har qanday xabarga ishonish. Firibgarlar aynan pensionerlar qo'rqqan mavzudan foydalanadi. Pensiyangiz bloklanmasligi uchun karta raqamini yuboring. SMS kodni ayting. Pasportingizni rasmga olib jo'nating. Jarimani to'lamasangiz pensiya yopiladi degan gaplar juda xavfli. Rasmiy idoralar sizdan SMS kod so'ramaydi. Bank xodimi PIN kod so'ramasligi kerak. 3-xato. Hujjatni noto'g'ri joydan olish. Masalan, o'qish ma'lumotnomasi kerak bo'lsa, uni fakultet dekatanat yoki universitetning mas'ul bo'limidan olish kerak bo'lishi mumkin. Nogironlik bo'yicha esa oddiy shifokor qog'ozi yetmasligi. Tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi kerak bo'lishi mumkin. Yashash joyi bo'yicha esa mahalla, migratsiya yoki tegishli davlat xizmati orqali tasdiq kerak bo'lishi mumkin. 4-xato. Ariza yozmasdan og'zaki gap bilan cheklanib qolish. Agar siz pensiya bo'limiga borsangiz va muammo bo'lsa, imkon qadar yozma ariza qoldiring. Arizada FH pasport ma'lumoti, JSHR telefon raqam, pensiya turi, muammo mazmuni va iltimosingiz aniq yozilsin. Masalan, pensiya to'lovim nima sababdan to'xtatilganini aniqlab berishingizni va hujjatlarim to'liq bo'lsa to'lovni qayta tiklashingizni so'rayman.
Arizangiz ro'yxatga olinganini tasdiqlovchi raqam yoki belgi bo'lsa, keyin masalani kuzatish osonlashadi. 5-xato bitta nusxa bilan yurish. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam pasport nusxasini olib keladi, lekin jeshi she'ri ko'rinmaydi. Yoki ma'lumotnoma bor, lekin muhr yo'q. Yoki hujjat rasmi telefonda bor, lekin idora asl nusxa so'raydi. Shuning uchun hujjatlarni tartibli papkaga solib, asl nusxa va nusxalarni alohida olib boring. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Ijtimoiy nafaqami? Chunki talab qilinadigan hujjat aynan shunga qarab farq qiladi. Agar farzandingiz yoki ota-onangiz nomidan ish yuritayotgan bo'lsangiz, ularning pensiya turini aniq bilib oling. Ikkinchi qadam, oxirgi hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta amaldami, jeshkiri to'g'rimi? Bank kartaning muddati tugamaganmi? Telefon raqam, bank va idoralarda yangimi, yashash manzilingiz o'zgarmaganmi? Agar pasport almashtirgan bo'lsa, pensiya bo'limida yangi ma'lumot aks etganini tekshirish kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi qadam, agar nogironlik bo'yicha to'lov olsangiz, tibbiy xulosa muddatini tekshiring. Muddatsiz belgilanganmi yoki aniq sanagachami? Agar muddat tugash arafasida bo'lsa, poliklinikaga borib qayta ko'rik tartibini so'rang. Shifokor ko'rigi, tahlillar, yo'llanma va tamak jarayoni vaqt oladi. Buni oxirgi haftaga qoldirmang. To'rtinchi qadam, agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi o'qish bilan bog'liq bo'lsa, o'quv muassasasidan yangi ma'lumotnoma oling. Unda talabaning tug'ilgan sanasi, kursi, ta'lim shakli, o'qish muddati, ma'lumotnoma berilgan sana va mas'ul shaxs imzosi bo'lishi kerak. Agar elektron ma'lumotnoma berilsa, uning QR kodi yoki tekshirish imkoniyati bor yo'qligini aniqlang. 5-qadam. Agar pensiyani boshqa odam olib berayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddatini tekshiring. Notariusdan berilgan hujjat amaldami? Unda aynan pensiya yoki bankdagi mablag'ni olish vakolati yozilganmi? Pensionerning va vakilning pasport ma'lumotlari to'g'rimi? Agar pensioner yura olmasa, notariusni uyga chaqirish tartibi mavjud bo'lishi mumkin. Buni hududingizdagi notarial idoradan so'rang. 6-qadam. Pensiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari orqali murojaat qiling. Hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga borganingizda pasport yoki ID karta, jeshir, pensiya daftarchasi yoki oldingi hujjatlar, bank karta ma'lumotlari. Kerakli ma'lumotnoma va vakil bo'lsa, vakolatnomani olib boring. Borishdan oldin telefon orqali qabul vaqti va kerakli hujjatlar ro'yxatini aniqlab oling. 7-qadam, yozma javob talab qiling. Agar sizga hujjat yetmayapti deyishsa, qaysi hujjat yetmayotgani aniq yozdirib oling yoki hech bo'lmaganda nomini to'liq yozib oling. Ma'lumotnoma olib keling degan umumiy gap bilan qaytmang. Qaysi tashkilotdan, qaysi mazmunda, qaysi sanagacha amal qiladigan hujjat kerakligini bilmasangiz, 2-3 marta qatnashga majbur bo'lasiz. 8-qadam, bank masalasini alohida tekshiring. Pensiya hisoblangan bo'lishi mumkin. Lekin karta muammosi sabab pul yechilmayotgan bo'lishi mumkin. Bankdan hisobingizga pul tushganmi? Karta bloklanganmi? Karta muddati tugaganmi? Hisob raqam faolmi? Mobil ilovada cheklov bormi? Shularni so'rang. Bank muammosini pensiya bo'limi hal qilmaydi. Pensiya huquqi muammosini esa bank hal qilmaydi. Har bir masalaning o'z manzili bor. Men umumiy ro'yxatni aytaman, lekin sizning holatingizda hammasi kerak bo'lmasligi mumkin. Asosiy hujjatlar: pasport yoki ID karta, jeshir, pensiya bo'yicha mavjud hujjatlar, bank karta yoki hisob raqam ma'lumoti, yashash joyini tasdiqlovchi ma'lumot, o'qish ma'lumotnomasi, tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi, ishonchnoma, fodaya hujjatlari, familiya yoki ism o'zgargan bo'lsa, nikoh yoki boshqa tasdiqlovchi hujjat. Agar hujjatlarda ism, familiya farqi bo'lsa, masalan, pasportda To'xtayeva, eski hujjatda To'xtayeva bo'lsa, buni oddiy xato deb qoldirmang. Elektron tizim uchun bunday farq jiddiy nomuvofiqlik bo'lishi mumkin. FHDya yoki tegishli idora orqali aniqlashtiruvchi hujjat olish talab qilinishi mumkin. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, qarindoshlar pensiya kartasidan pul yechishda davom etmasligi kerak. Bu keyinchalik qaytarish majburiyati, hatto huquqiy javobgarlik keltirib chiqarishi mumkin. Vafot holati rasmiy qayd etilgach, pensiya to'lovi to'xtatiladi. Ayrim hollarda dafn puli yoki boshqa to'lovlar masalasi alohida ko'rib chiqiladi. Agar pensioner uzoq muddat xorijda bo'lsa, konsullik tiriklikni tasdiqlash
vakolatnoma yoki boshqa tartiblar bo'lishi mumkin. Bu masalada mish-mish bilan emas, rasmiy idoralar bilan ishlang. Xorijdagi odamning nomidan pul olishda hujjatlarning to'g'ri rasmiylashtirilishi juda muhim. Agar 10 oktyabrdan keyin yoki istalgan boshqa sanada pensiyangiz tushmasa, birinchi navbatda vahima qilmang. Muammoni 3 tomondan tekshiring. Pensiya bo'limi, bank va hujjatlar. Avval bankdan hisobga pul kelgan-kelmaganini aniqlang. Agar pul kelgan bo'lsa, demak muammo karta yo'q hisobda. Agar pul kelmagan bo'lsa, pensiya bo'limidan to'lov nima sababdan ushlanganini so'rang. Pensiya bo'limiga borganingizda nega pulim tushmadi deb umumiy so'rash o'rniga aniq savol bering. Mening pensiya to'lovim qaysi asosga ko'ra vaqtincha to'xtatilgan yoki ushlab turilgan? Qaysi hujjatni taqdim etsam to'lov qayta tiklanadi? Kechgan oylar uchun qayta hisob-kitob qilinadimi? Mana shunday savollar sizga aniq javob olishga yordam beradi. Agar siz kerakli hujjatni topshirsangiz, albatta topshirganingizni tasdiqlovchi belgi, ro'yxat raqami yoki elektron ariza raqamini saqlab qo'ying. Keyin hujjat topshirilmagan degan tushunmovchilik bo'lsa, qo'lingizda dalil bo'ladi. Agar sizningcha to'lov asossiz to'xtatilgan bo'lsa, yozma shikoyat qilish huquqingiz bor. Avval hududiy pensiya bo'limiga, keyin yuqori turuvchi tashkilotga yoki tegishli davlat xizmatlari orqali murojaat qilish mumkin. Shikoyatda his tuyg'u emas faktlar yoziladi. Qachondan beri pensiya olasiz? Qaysi oyda to'xtadi? Qaysi hujjatlarni topshirdingiz? Kim qachon nima dedi? Siz nimani so'rayapsiz? Bu mavzuda alohida ogohlantirish shart. Pensiya bloklanadi degan xabarlar tarqalgan paytda firibgarlar faollashadi. Ular o'zini bank xodimi, pensiya jamg'armasi vakili, mahalla xodimi yoki yordam beruvchi yurist deb tanishtirishi mumkin. Ular sizdan karta raqami, amal qilish muddati, SMS kod, PIN kod, pasport rasmi yoki telefoningizga kelgan tasdiqlash kodini so'raydi. Men qat'iy aytaman. SMS kodni hech kimga aytmang. Plastik kartaning orqa oldini rasmga olib yubormang. Telegram orqali begona odamga pasportingizni tashlamang. Hozir 1000 so'm yuboring, pensiyangizni ochib beraman degan odamlarga ishonmang. Rasmiy to'lovlar bo'lsa, ular rasmiy kassa, bank yoki davlat xizmatlari orqali amalga oshiriladi. Shaxsiy kartaga pul o'tkazish bilan emas. Agar sizga shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, suhbatni tugating va o'zingiz rasmiy raqamga qo'ng'iroq qiling. Telefon qilgan odam bergan raqamga emas, rasmiy saytdagi yoki idora eshigidagi raqamga. Bu juda oddiy, lekin ko'p odamni katta yo'qotishni saqlaydi. Demak, 10 oktyabrdan pensiyani yangi ma'lumotnomasiz bloklab qo'yishlari mumkin degan xabarni eshitganingizda eng to'g'ri yo'l vahma qilish emas, o'z holatingizni tekshirishdir. Hamma pensioner bir xil xavf ostida emas. Eng ko'p e'tibor berish kerak bo'lganlar, nogironlik bo'yicha to'lov oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, o'qish bilan bog'liq bo'lganlar, ishonchnoma orqali pensiya oladiganlar, hujjatlarda farq borlar. Xorijda yoki boshqa hududda uzoq yashayotganlar, bank kartasi va pasport ma'lumotlari yangilanmaganlar. Men sizga tavsiya qiladigan eng muhim ishlar: pensiya turini aniqlang, hujjatlar muddatini tekshiring. Kerak bo'lsa, yangi ma'lumotnoma oling. Pensiya bo'limiga aniq savol bilan murojaat qiling. Bank kartangizni alohida tekshiring va firibgarlarga shaxsiy ma'lumot bermang. Har bir hujjatni tartibli saqlang. Ariza topshirsangiz, ro'yxat raqamini oling, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar sizda yoki yaqinlaringizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Pensiya turi qanday, muammo nima bo'ldi, qaysi hujjat so'raldi. Boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, buvingizga, bobongizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida tekshirilgan hujjat butun bir oyning pensiyasi kechikishining oldini olishi mumkin.